Do'stlar, O'zbekistonlik jigar ovlovchi yana yo'lga chiqdi. Hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev 31-may kuni Amerikada o'zining navbatdagi jangini o'tkazadi. Bu safar hamyurtimizga amerikalik Darius Flogman raqiblik qiladi. Barchaning bilasiz do'stlar, hamyurtimizning chap qo'li jigarga aniq borsa jigarni yondirib tashlaydi. Hamyurtimiz professional boksda 16 marotaba jang o'tkazgan va ularning 15 tasida raqiblarini ishonchli mag'lubiyatga uchratgan. 10 ta jangida esa raqiblarini muddatidan avval nokautga uchratgan. Amerikalik bokschi bo'lsa 14 ta jang o'tkazgan va ularning barchasi g'alaba qozongan. U esa 12 ta jangida raqiblarini muddatidan avval taslim etgan. Do'stlar, bu jang ilm-matnlik maqomi ostida bo'lib o'tadi. Bu degani chempionlik jangiga asosiy da'vogar sifatida bo'ladi degani. Do'stlar, hamyurtimiz xudo xolasa bu jangda g'alaba qozonib WBA kamarini vatanga olib keladi. Inshaalloh nafaqat WBA kamarini, barcha chempionlik kamarlarini birlashtirib vatanga olib keladi degan umiddamiz. Do'stlar, videoga like bosib hamyurtimizni qo'llab-quvvatlaylik. Uning uchun kommentariyaga o'tib, Olg'a Bektemir deb yozib qolishni unutmanglar. Do'stlar, butun dunyo ko'rsin o'zbeklarning qanday birlashishini. Sog' bo'linglar.